Önce Angliyadan neden teşvik kılan mehmetimiz Esa Erkin'in Esmalı okuydu. Yazıcı, Tor Uçur ve Medya Muhakasisi. 1970 yılı 22. yıl şair nahisinde Uygun Beyisi Doktor Ayıtsız doğar. 88. yılda 91. yılda Ürümçi Üniversitesi Çetel Dil Fakültesi Rus ülkesi doğar. 2011 yıldan 2007 yılda London Cambridge Morley İnstitütlerinde İngiliz dili, kompüter uçak teknik ilmi ve tor laylaş kesiplerini okuyor. 86. yılda London'un kadar 100'den parça artık şehir, hikaye ve ilmi makalelerini yazmak. 2014 yılında başlayıp London Uygur Ansambili ve Tor sayfasını kur çıkan. 2009 yılda London 2009 yılda 2011 yılda London Üniversitesi'nin Probik İnstitütü'nde Tor Laylaş Uçur Alaka ve Köprü Medya Kesip doktoran. Muhaciretli Uygur Talep-Kesme Merkezlerinden 2013 yılda Şirisiye'de Donay Deryası'nın Orhun Boyları Geçen Anma kitabını neşr kılınan. Uygur Ensembil Sandı İslam Çayna Uygur Fen Hatarlık Tor sayfalarının layıkçısı ve başvurukçısı. Hattalık ilmi jurnallarda ilan kılınan makalelerden Cambridge Üniversitesi jurnalında 2011 yıllık sandı neşr kılınan Nezerge teklif Uygur Tor Betçilerge Umum Nezer namlı ilmi makalesi Bekir Karayip'te bunun Tor Betçi'den gölge olur. 2013 yılda London'dan başlayıp London Üniversitesi Şerh Şunaslık ve Afrika Şunaslık İnstitüsü tarafından gönderilen Kurumdaki İslam Avazi namlı tercihler makal temisi Eklifon arkalık İslamlaşış Uygur İçtimai alakalarının özgürlüğüne de. Şu benimki bugün okuyduğum temam tor arkalık İslamlaşış yoki Eklifon yani mobil fon arkalık İslamlaşış Uygur İçtimai alaka vasıtalarındaki özgürlüğüne nazar tema ismi. Hem de hemimizin haberi var. Mesela çetelde bu içtimai alaka uçur vasıtalarına ait kengri. Facebook deyimiz, Messenger'da deyimiz, WhatsApp deyimiz, nurgun programlar var. Hem de bu temanın merkezi doğru bir yerde en avval bir sual koyuldu. Bu nimişka biz bu Eklifon ya tor arkalı İslamlaşış diyen bu temanı koyduğun sual elbette kalımız ki doğru. Uygurlar ezelden 10 asırdan bu yana Müslümanlık Uygurlar hiçbir kaçan İslamlaşkan emas. Sıtıpıqıraqan dövrdən başlap Uygurlar özümüzün dini itiqadımızda kem turib şu yol gidip barımız. Hem bir yerde aytilgan söz şu uçur devrde Uygur yaşlar bolup mu? Yaş ve otur yaşları qandaqlı uçur taqsini qo'llanib o'zininki mesela emli hayatıda İslam dini itiqadı ve başka sahalarda o'zininki şu hukumat tarafındaki cheklimdan qandaq bozib o'zininki irodasini tor orqali bo'lsa-mu ifodaladi degan bu tema. Bu ifade sorunu elbette hemimizin haberi var. Ündüdar WeChat deb bir programma şu Kanada'da işlenip dastlabda Kik Messenger. Keyin bu Xitoy şirketler bunu 2013 yıllardan başlarında özü qo'llanib bunu o'zgartib burunqi Kiko deymiz Shenzhen bir şirket. Muş asasda özünükini qilib bütün vatanda 2 yildan buyon bo'layotgan ishlarning hammasi cho'ng kichik yez qishloqlardan tortib bunday qo'llanış umumlashgan. Umumcha 6 milyondan ortiq dünya bu 7 milyonga berib qoldi-da hozir shu ishlar butun dunyoda. Ammo Uyg'urlar vatan ichki vasatida bo'lsa birdan bir aloqaga vositaga aylanib qoldi bugungi kunda. Uyg'urlarningki ishchi soni taxminan millionda oshib ketdi, balkim 2 millionga yetishi mumkin. Aniq statistikani biz hozir faqat taxmin qila olamiz. Endi bir narsa bu endi teminiki bu kategoriyasi jihatdan aytganda bu bir jamiyatshunoslik. Jamiyatniki
maqsad ham shu bir nima bo'lyapti dastan selish vatandagilarda yoshlar qanday qolmoqda nimalarni deyishadi ular biz undan nimalarni foydalanamiz vatanlik uyg'urlarning bo'lib yoshlarning o'zi qaysi liniyaga ketib bordi buni bir analiz qilish nima bo'lishini o'tirib qo'yish undaqda ikkinchi bir narsa men o tarixni qisqalan bayon qilib o'tay islomlash davriga uyg'urda masalan aqlfon islomlash deb aytdik to'g'ri bu islomlashgan emas bir masala bor sabab natija munosabatlar borda 1949 yildan toki 1980 yillarning boshlari qadar biz azaldan uyg'ur jamiyatida mavjud bo'lgan islomiy shariat islomiy tuzumdagi hokimiyat va jamiyat qurilmasini uzluksiz vayron qilib etildi onun kitaplarını deb o'tish hojatsiz. Demak, shunday bir islomiy tarbiya, Uyg'ur madrasa bu tarbiyasi, islomiy tarbiya uzluksiz mavjudlikdan yo'q bo'ldi 80-yillarga qadar. Undan keyin 80-yillardan keyin asıl siyosat yangilandı, mashlar qaytadan qurildi, Xo'yabon davrlarida bir mo'jizaviy bir imkonlar yaratildi. Bu vaqtlarda tunji hajiga berishlar, atrof davlatlarga Uyg'urlar chiqish degan bir imkonlar berildi. Uyg'urlar chet elga chiqish boshladi. İslami öğreniş kızgınlığı qaytadan bu yaş avlodlarda nayt kızgınlık bir kayfiyat oldu ve şu vaqtlarda yana tunji mesela İslami nokta nazardan mustasna yani İslami ilmiyetten tashqari mesela 80-yillardan başlap 12-ga bir o'quvchilar harakati misol olaymiz. Nurg'un qarshiliklar bo'ldi Uyg'urning shu ilmiy sohasida, oliy ma'rif sistemasida. Keyin bu talablarga javob berilmagandan keyin tema vaqasi bilan bostirilgan bo'ldi. Keyin Barinqlav deymiz, Baron vaqasi, G'uj mashrablar deymiz, nurg'un vaqalar bo'layotganda bularda demakchi bo'lgan bir ikki nuqta bor. Biri tinch shaklda o'ziniki noroziliklarni, talablarini olib borgan Uyg'ur o'quvchilarning talablariga javob berilmadi. Undan keyin 90-yillardan keyin zo'ravonlik tusinirgan, shu shaklda o'zining noroziligini bildiradigan vaqalar tinchlik va zo'ravon shakllar davom qildi 10 yil. Endi uni qo'yib turib, hozirgi 2012-yildan keyingi yo'nalish qarasak, albatta bir millatda, bir vatanda davr almashidi, yoshlar almashidi, ularning fikri, dunyoni tushunishi tamoman keyingi burun avlodlardan farq bo'ladi, ham o'xshamaydi. Ishlatgan vositalar ham o'xshamaydi. Nurg'un qallah vaqalar, nurg'un odam echindigan vaqalar yuz berdi. U hamiz bilamiz ahvollarni. Bu odam ilmiy nuqtadan aytganda, bunu demak, shu biz men shaxsan u yerda emas bilmayman, nima ishlar bo'layotgan, faqat xabarlardan anglaymiz. Demak, bu yerda maqsad Uyg'urlar nimalarni deyishadi. Bu Undidar, WeChat yoki bu nimdat Uyg'ur torbatlarda ijtimoiy aloqalarda nimalar bo'layotdi? Maqsad birinchi undaqda tarixni deb o'tdim, sonni uzglam kelayli. Aqlfonda islomga targ'iboti. Aqlfon tori orqali Undidar islomchi iqlimning Uyg'ur jamiyatida tizim yamishning orasida qanday sabab va natija munosabatlari yoshirilgan? Buni men hozir javob berib bo'ldim. Shu tarixiy ko'rinishlar Uyg'urlarning islomiy tarbiyani qabul qilish, o'z diniy e'tiqodi bilan erkin shug'ullanish, o'z fikrining noroziligini bildirish tamoman cheklangan yoki unda imkoniyatlar berilmagan. Berilmagandan keyinki faqat Uyg'urlar Allohdan tilash, Alloh bir, mush orqali o'zingizlar tasalli tepish, hatto mush islomni bir islomiy diniy e'tiqodini o'ziga barliq qilib turib, shuni harakatlarni kuch qilish shaklda o'zining tashviqotini olib borgan. Faqat shu mavhum dunyo internet yoki ijtimoiy aloqa to'ridan bilishimiz. Ikkinchi, garchi Uyg'urlar islom dinini ittifoq qilib kelayotgan 10 asrdan oshgan bo'lsin, nima uchun bugungi kunga kelgan Uyg'ur yoshlari ijtimoiy uchur aloqa to'ri orqali islom dini da'vatchilikini islom tashviqotini qaytadan boshlaydi? Yana bir savol, bu tashviqotlar nima uchun ishg'olchi kafirlarga qarshi islomiyat ilib berish tashabbus qilinadi? Bularga yana deb o'tgandek bu yerda garchi bu islomiyat bu narsa bu iqimlar Uyg'ur jamiyati yangi bo'lsa-mu, uchur davri hamma narsani o'zgartirdi. Butun dunyoni qalamqon qilyapti. Dunyo har qanday yerda bo'layotgan bir soatning yoki bir minutning ichidagi ishlarni bilib olaymiz.
Uyg'urlar yoshlar bundan mustasno emas. Hammani o'zlashtirdi. Gerçi mayli normal islom e'tiqod tashkilotlari bo'lsin, yoki millatchilik bo'lsin, yoki jihad tarafatlari bo'lsin, hammasi elbette aytganda o'zining noroziliklarini tur orqali ifodalab keldi. Buniki misollarini biz hozir ko'ramiz keyin qadamda. Bir narsa bir xatolik bu 65 yıldan buyon o'zining mustaqil davlatchilikdan mahrum yashagan Uyg'urlar nurg'un narsalardan voz kechishga majburlandi. Uyg'urlar har narsadan voz kechdi, ammo Uyg'ur qilib kelgan ikki narsadan voz kechmadi va voz kechishni rad qilib keldi. Bu bo'lsa Uyg'ur islom dini e'tiqodi, Uyg'ur tili va ma'rifi. Yakın yıllardan bu yan Uyghur vatanı yüz bergen qanlı vaqalarning 60%ni ko'pari Uyg'urlarning islom dini e'tiqodi masalasiga sabab bo'lib, Uyg'ur xonim qizlarining islomiy yo'sini kiyim kechigi, beshiq artgan hijab yoki ro'molning saqlatadigan qapoqdan yoki zo'rlik kuch bilan ishlatib elitishga uringanligidek, yoki erlarning saqal bir qo'yishini cheklash qilmishlar bu xil qanlı vaqalarning yuz berishida tip sabab rolini o'ynab kelgan. Demak, 60%dan ortiq yuz bergan shu yaqinqi 3 yildan buyon vaqalarning hammasi Uyg'ur bevosita islom dini e'tiqodi yoki islomiy kiyinishi yoki milliy kiyim kechakdan shunday bir taqilgan. Undaqda birinchi yog'liq artmaydigan ayol bundan boshlaydi. Buni boshlashdan ilgari chunki maqolama tafsil qaramadim. Metod shaklida, ya'ni usul shaklida men 2 yildan buyon kuzatib keldim. Mana shu Undidarda 200 yaqin aloqa qilib vatanning nurg'un to'plar qatnashib shuni tushundim va shular orasidan 6 shaxsni tanladim-da. 6 shaxsni tanlab, 6 shaxsniki jamiyatdagi o'rni, kasbi, yosh cheklangan qatorlarni farqli qilib 20 yoshdan 55 yoshgacha 6 shaxsni tanladim. Ularning ismini ingliz harfi bo'yicha A-dan F-gacha qilib ularning xususiyatini shaxsiyatini saqlash maxfiy tutish shakli bilan ularning ism familiyasi yoki nimani ochiq bermay yapadim. Bu birinchi shaxs kuzatgan mana shu 6 shaxsniki 2 yildan buyongi borgan Undidarda yapgan faoliyatlar yozgan yo'llanmalari. Birinchi shaxs yog'liq atmaydigan ayol. Bu ayol shu ki bir qatim men bilan bo'lgan biyoz suhbat o'ziniki e'tiqodlarini bayon qildi. O'zining artmaydiganligini, ammo o'zining bir pessimist qolganligini yolg'iz atgan ayollar yoki birga ishlagan xizmatchilar tarafidan. Bu bir ikkinchisi Undidar nima gap bo'ladi? Alloh hayotimning avtori. Bu oldinqisi ayol siz oldinqisi xonim bu 55 yosh atrofida, o'zi Urumchida tijoratda nayt gunoh topgan, o'zi Xitoy maktabida o'qigan, xalqaro tijorat qiladi. Ikkinchisi shaxsan tanishib o'tadi. Ikkinchisining ismi C. U o'zi Qashqarniki ma'lum rayondan Urumchida tijorat qiladi, chegara savdosi qiladi, nayt kasbida gunoh topgan, ammo boshlang'ich ma'rif tarbiyasiga, oldingi ayol oliy ma'rif tarbiyasiga. Bu inimiz 30 yosh atrofida, Urumchida hozir. Bu 2 yildan buyon yozganlarning hammasi qarsak shu islom 3 alaylik borda, bu ikkinchisining biri. Bu islomiy taqvodorlik, qandoq musulmon xonim qizlar bo'lish, yana bir hech kimga o'xshamaydigan tarafi Xitoy hukumati hozir yuritayotgan siyosatlarga, dinni cheklash, xonim qizlarniki musulmoncha kiyinishni cheklash va yerlik saqchilarning bo'lib, yordam saqchilarniki ep borgan qilmishlar qatta nihoyat kuchlik o'ziniki maydonni ifodalaydi. Keyin bu shu hozirgi deymiz bir narsaga e'tibor qilsak bu yerda bu yozmani 2013-yili 14-oktyabr yo'llaganda. Buni aytgan, agar sen saqchi bo'lsang, ropachlar ko'rsang, ko'rmaslik sal. Ular bulangchi emas, balki e'tiqodning yo'linishining oldini olg'uvchilardir. Agar sen yez amallik qo'g'uvchisi bo'lsang, kimlikki yo'qlarni qiynashni to'xtat. Chunki ular ota bobosigacha mushu yerlik xalq
haqiqiy kimligini davom kelolmaydi. Haqiqiy kimligini sen ba'zi boshlar uchun eng muhim ishlardan voz kechsan, ammo ba'zilar eng arzimas ishlar uchun sendan voz kechadi. Bo'libmi bu tutib oladi. Bu tema shu bugungi yaqinda yo'llangan bu tema hamma gapni to'kib o'tgan. Uyg'urning dadi nima bo'lyapti hozir vatanda? Nima ishlar bo'lyapti? Buni o'qishni ma'qul ko'rdim. Telefonga qilaymoqqa narsa qachilmang tutib oladi. Kompyuterga qilaymoqqa narsa qachilmang tutib oladi. Haqni so'zlamang tutib oladi. Uyingizda kitob material saqlamang tutib oladi. Saqal qo'ymang tutib oladi. Yuzingizni yapmang tutib oladi. Yaxshilikqa buyurmang, yomonlikdan to'smang tutib oladi. Yaxshilik yo'llariga pul xarjlamang tutib oladi. Tutib olganlarning oyat tavbatlaridan neri turing tutib oladi. Mashinangizga ro'pat salmang tutib oladi. Ammiy so'rinda namoz o'qimang tutib oladi. Tabliğ almang tutib oladi bekkib. Bularga yaxshi ko'rilmaydigan ishlarni qat'iy qilmang tutib oladi. Chunki yaxshilik va yomonlik mushlarning qo'lida. Taqdir mushlarning qo'lida ularga ishning. Endi tuvandagi xush xabarlar quloq soling. Haraq iching tutmaydi, tamak cheking tutmaydi, zina pashqiling tutmaydi, aldamchi saxtpazlik tutmaydi, yolg'on so'zlar ota-onalarni qarshisidan tutmaydi. Va kazalar. Endi keyingisi dastlab men 3 kategoriya deb berdim deb seni. Bu vatanliklar shunday aqlliqda. Keyin plastikni chiqaraman. Vatanliklar shunday aqlliq. Shunday hayjiga karta rasmlarni ishlaydi. Bu bir ko'rinishda amaliyot. Qon muhim emas, amallik muhim. Bu amsal qoplarga aytilgan kechirsizlar. Xalqimiz so'zlashdan biladi. G'azab nafratini, o'zining irodasini, o'zining noroziligini qanday ifodalashni biladi. Chunki bu azda gapdan hamsi uchur texnikasi u imkoniyatlarni yoshlarimizga yaratib bergan. Endi bir xonimniki bu bir xonim Qashqarda ma'lum o'rinda yo'q, kechirsizlar. Bu xonim O'rimchida. Shu men kuzatganlar ichida eng oliy ma'rif tarbiyasiga o'zi chet elda o'qigan, magistrda yuqori doktorlik unvoniga ega. Ma'lum tadqiqot o'rnida ishlaydi O'rimchida. Bu xonim bir narsani bu xonim ko'p tillar yozadi, yaponcha, inglizcha, uyg'urcha, nurg'un tillar yozdi. Bu xonim bir gapni qiladi. Va shu O'rimchi bomba vaqasidan keyin bu yil bo'lgan. İşxanaga kirganda bir kun shunday bir narsa yo'llaydi. Men ishxonaga kirsam, hammasi menga o'g'irda qaraydi bular. Men nayron bular. Nima uchun men necha ishlab keldim bular bilan birga? Bular nima boshqalar qilgan ishni, oson qilgan ishni nima uchun mendan ko'rdi? degan bir o'zining noroziligi shu shaklda ifodalaydi. Keyin yana bu xonimniki Allohga bo'lgan e'tiqodi, Ramazon mushnalar nayt aktiv o'ziniki yo'llaydi, ammo dunyoga yuzlanganda bu xonim. Chunki bu xonimning qarshi dunyodagi eng esil pop muzikalar deymiz, g'arbning musikalaridan uni yo'llab turdi. Uni hech uyg'urcha yo'llamaydi, xitoy tilida yo'llaydi. İslamga, ro'za, Ramazon, sahab bu ishlarimiz qarshi uyg'ur arabcha yo'llaydi. Ba'zi mo'jizatli o'tirib kishilar uyg'ur latincha yo'llaydi. Lekin boshqa mazmundagi uyg'urlar mos kelmaydigan g'arb madaniyati kishilar ham inglizcha yo'llaydi. Ammo o'zi biladi hammani. Shunday universalligiga. Yana bir bu Qashqardagi ma'lum bir xonimniki, xonim bir maktabning o'qituvchisi, oliy ma'rif tarbiyasiga bu xonim 40 necha yosh, oldingi 30 necha yoshda. Har bir shaxsniki bir 5 yoshdan 10 yoshdan farqiga. Bu xonim asosan uyg'ur adabiyot, tarix, o'zining kasb sohalarini yo'llaydi, ammo musulmon qanday qilgan musulmon ayon bo'lish to'g'risida yozma ko'p yo'llaydi. O'ziga tasalli izlaydi, sabr izlaydi. Bu yazma 2014-8 ayning 6 kuni yo'llangan. Xabaringlar, hammamizning xabari bor, nemishlarning bo'layotganligi shu vaqtlarda uzdim ketilgan, aloqalashilmagan. Bu inimiz Ishkirda o'qigan, ma'rifda ishlaydi, kompyuter o'tirib ishlaydi. Bu inimiz Ishkirda o'qigan vaqtlarda men aloqa turatdimda 99% yazmalarning hammasi islom dini, islomiy aqida, hatto jihad qilish, mushu tarabatlarni, mushu yo'llan mazmunlarni yo'llab turadi. Yomon ko'p yo'llaydi. Keyin
Daha sonra ne basmam mı? Türkçe yaxşı bilmeymen. Doğru. O keyin bu inimiz ish tushgandan keyin yaqinda o'zlik samni yuvatdi. O'zi bildi qanday ishlatishni. Nurg'un yoshlarimiz bor, tarbiya o'xshash olmagan kompyuterni bu turib qanday ishlab bilmagandan nurg'un ziyonkashga uchragan yoshlarimiz yamanki bunday voqealar. Yo'lda saqlab tutgan telefonlarni tekshirgan, bir narsa chiqib qolgan telefondan. Buni yuvatib, bu yozmada kechiringlar. Men islomiy bir narsa aytmanglar, agar meni do'st bo'lsanglar, Alloh bu degan islomiy ismlar olsun, men qo'malni o'chirib kechiringlar. Men bak avval chiqib uchrab ketdim. Bu gapidilla bir yazım masam telefonumni tekshirib saqchilar. Telefonimda nima bor deydi? Necha qatam archiv uchirdim. Keyin men mushaq e'lon qildim, kechiringlar. Meni afv qilinglar, men Ahmad vaziyat cheng degan bir narsani texi bir oydan ozroq ortiqroq vaqt ichida buni yo'llaydi. Bu inimizmi 30 yosh kirmagan. Bu hamda masalan dunyoda muajoratlar bilimiz masalan hech qanday bir ko'rib baxmin. Afrikadagi bir qabilami bundaq vaziyat duch kelgan. Uyg'urlarning qanday yashash, yuzini qanday yuz, chechini qanday tarashdan tatib, saqilni qanday ilishqicha shunday sistemamiz bu hukumat tomonidan boshqarilib kelganda bu bir misoli. Demak, yaqinda chiqdi shu islomiy kiyinishni oldinish uchun ayollar go'zallik projekti, ya'ni go'zalligida Qashqar, G'o'lja bu shu Qarshahar, ya'ni Xojingda Qarshahar noyisida bir yesda elingan bir ünlüdar yollanğandan keyin kirib şu vaqt nima qildim adreslarimiz balki ma'lum bo'lishi mumkin. Bu saqal elish musobaqasi. Ro'zayt Ramazonning oxirlashdan bir qancha kun Ramazon bayrami bo'lishidan bir qancha kun ilgari elinganda diqqat qildinglar aql sangizlar bor. Shu tariqa bu saqalni qanday qilamiz deb qilib bu musobaqani o'tkazgan. Ondan keyin xonim qizlarga bu chachni qanday o'raymiz, qanday qilamiz deb maqsad İslami kişinin aldığını, her xil vasıtlarını kullanıp onların emin qilishda təşkilatlandı. Ama bu nəsə bu mənbələr Uyğurlar içində keng tarqaldı və Uyğurlarnınki birlik inkaslarına səbəbçi oldu. Demək bunu da Uyğurlarnınki yenilik kəpəsə bir xalqımızdakı tor arqılıq özünə qoğaq məfəl qanda qoğdaş ornatıdı. Zadı ödüşlər qanda buludu degan nərsini biz görələyimiz. Əmdə bir yerdə bir undaqda biz dərsləb görgən şu cin tablık bu belki aramızda anlayanlar vardı. Bu emdemiş 20 yaş kirgen bir Yezidki bir ilimizdeki hayatıda. Bu inimiz Xitay mektepte okugan 20 yaş. Tılgatını bitirip çıkıp ketken. Bu cin tablıkını bu bir yarım yıldan oldu da ama şu Yoko tor arqılıq ünlüdara yollanıp 300 min yaqin adamlar gördü. Bu cintablık bir ma'lum bir yezki janobdiki bir ayolninki Muhammed Peygamber alayhisalomning ko'rganligi, jinlarninki namoz o'qiganligi, yana bir tabliqlarni qilib, bu qandan keyin anglagan tabliq anglag'uchlarniki bizim bir ko'rasak Muhammed alayhisalom bilan degandan shunda xafa bo'lib chechilib, sizlar qanday bu jur'at bu savollarni so'radinglar deb müştə bir nimələrdə, həm də anlap baxayla var, ondan keyin xulasa kelimiz. Evet, səbəs qılımız mı? Keyingisi mi şu 20 yaş kirgen inimiz yollagan. Bu dastlabda şu video yani sin şekilde işlengen. Kim bu sin şekilden avazga aylandırılıp vatan turbatlarga qo'yilgan, keng tarqalgan bu anam yozilgan xat. Buniki ovozni bo'lmadi. Oxirgi so'zlarimni aytib o'tiribman. Shuncha mushaqqatlarga bardoshlik berib, sizlarni tashlab ijro qilishimni bir sababi Alloh subhanahu va taoloning dinini alim qilishdir.
Canım bana, Rabbimiz Allah Teala'nın ortak kılışı için sizge bir vefat oldu. Gündelik namazlarımızda tilavet kılınan Kur'an'ın şerifine bozaş için onun muvaffak oldu. Bu 2012-yili Ürümçiniki şu Yan Anlo yo'lidagi Ma'rif nazoratining oldidagi to'qimish tortilgan surat. Bu 2012-yildagi bir xonimniki ko'chada kirib. O vaqtlarda balkim bu harakatlar boshlanmagan. Ya'ni cheklash, qo'lga olish, tortib olish, zo'rlash. Bu eng oxirsida shu muqimlik qo'dashda endi muqimlikni Uyg'urlarning yeydigan oshlardan tatib ko'rayotganda bu nihoyat ma'nosi bor buniki. Bu demak non yesang muqimlikni unutsang yemaysan nonni degan bir narsani qo'ymoqchida. Yana biz eng oxirida buni ko'rsak bo'ladi. Bu yoshlarimizniki hozir bo'lgan vaziyatga o'zlarining inkosi. To'xta, inoq jamiyat quramiz, to'xta, qonsun bir qilamiz. To'xta, ey terrorchi. Endi bu xulosa shaklda men nima bu vaqtda yana bir narsa so'z o'tmanda, bu vaqtda Uyg'urlarning islom dini e'tiqodi yo'li to'g'risida izinib kelayotgan Uyg'ur olim Erkisiddek apandi bu vaqt nurg'un maqolalarni yozib Bag'dod va Misr qator nurg'un nopuzliq Uyg'ur turbatlarida adresh e'lon qilib kelyotdi. U 2014-yili 3-27 kuni yozgan va Bag'dodda e'lon qilgan sunniy islomlik vahobiy va salafiy harakatlari nomli maqolasida Uyg'ur elidagi diniy muhitning o'zgarishi haqida to'xtalib mundoq deydi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning diniy ishlarida bir qism o'zgarishlar yuz berib, bir qism yangi hodisalar vujudga kelayotganligini bayqadim. Bu o'zgarishlarning bir qismi odamni nihoyat xushal qildi. Yana bir qismi bo'lsa, odamni nihoyat ansirtdi. Men oldingi maqolamda ba'zi vahobiy yo'nalishiga tabiat narsalarning Uyg'ur diyorida bosh ko'tarib qilayotganligini qattiq cho'chiganligimni va nihoyat ansirganligimni tilga olib o'tdim. Uyg'ur diyorida yuz berayotgan ba'zi ishlar odam haqiqatan ichindirdi. Kardeşimiz Aziz İsa Efendi'nin gayet yaxşı bir tədbir oturup koydu. Ben bir yerde bir işte bu tədbirle onun alakalı ilişkilerini oturup götürmekçi. Hem bir yerde Aziz İsa Efendi'nin ait bunun dikkat kısanlar mühim bir yerde bir vurgu yaptı mesleğe. Hem de ictimai fənlərdə mühim olduğunu qaranlar malumat emas, malumatın mənbəsi pek mühim. Bu en diqqatlaşıq teşvik bir mesele. Bir meseleni, bir sözünü, bir doğru gepni ben kısam, halk aldıda onun dediğin tesiri başka, bir çoğarak tunulgan biri, bu işin ehli olan birinden kısa, onun dediğin tesiri başka olur. Bunu hepimiz yaxşı düşüneceğiz. Hem yerdeki ünlüdarda veya bu akıllı telefon veya bilgisayar ortamında tartışılan bu tür kusurlar abiyatın Erkin Efendi mülayet oturup koydu. Bunun fayda kumu ziyanlıklı derdik tavakta. Ben mutlaka parayı vatandaşlar Aziz Bey'in, Aziz Efendi'nin oturup koyduğunda Uygurların en mühim Uygurluğunu saklap kalan bir dili ve bir dini var. Bu ikisi hiçbir zaman birbirine alıp kalamaydıgan bir mühim mesele. Erkin Sıdık Efendi'nin yazgın tekmon, Uygurların dini saklap kalışının en mühim bir ölçüsü, dinin doğru menbedin, doğru yerin ögünüşü, doğru bir şekilde ögünüşü mühim, yani ilgilenişi mühim. Ünlüdardın veya başka yerin hem adam aldığı tegence bir din tartışka, tırışka vaxtıda ben şurada karaydım ki bundan Xitay naiti büyük, çok ölçüde faydalanıcı oldu. Xitay yüzünün arzu tutan bir şekilde malumatını, teşvikatını aviatı degende bu akıllı telefon veya bu ünlüdar veya başka bu vasıtadan işletti. Zaten yerde dikkat kısamla bazı kimseler yüzün kimlikini
yani kim ekanligini oturup koymasdan başka sakta veya bir sakta üstündekiler meselini oturup koydu. Bularına menimce de itibar kılmaslık gerektiğini oturup koyup etmek. Yani muhim olan bu demek yolum içtimai fəndədə ilmi bir içtimaikən kategorisi kiridi. Bunu da məlumatın mühimliği emas, məlumatın mənbəsinin mühimliğini mən təklif etməkdə və öz isafəndimi bu naiki yaxşı tədbirdən gəlsin, təbrik etməklərini. Rahmet. Sual olsa alsam, artık. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Çok rahmet. Sizge rahmet. Makamın beycide İslamlaşış, birisi akli ülkülerin, İslami öpümün, İslamcı öpümün, Uygur cemiyetinde tezinin yanlış edildiğinde ibarede kullanılıyor. Doğru. Uygurlar bu yılın artık vaktiyle İslam'da kaldı. Hem periodimiz hem inşallah devam ediyor. Bu anlayacağımızın medeniyetimiz, filmimizin hatta gündem başımızda sınıf olan bir dönem. O kadar fazlası da İslam'ın işleyen kalsam İslam'ın zeyişinde bir muhtemelen. Şunun bazı tercüme olunduğuma yatmış İslamcı yakın diyen sözler. Bu ekmek geçip yanıt değilsem, biz bu bir İslam'ları itaatlardan bir millet sütümüzde müşrik toplumunu, yani yanına çıkan müşrik ibarenin deyimlerini, İslamcıleşiş ve İslamcı yakın diyen müşrik ibareden bizimken Müslümanlık kimliğimizi şu zarfanların benimle oturup koymak diye müşrikimde Rahmet, nayeti sezgir bir temada sual sordunuz. Ben dastlabdan nayet kıstırıp ötken. Doğru, Stuq Borakan davrdan tatib biz Uyg'urlar sunniy mazhabda nayet taqvadir bir halal haromni ayıradigan ibodat nima qilib kelgan xalq. Qisqasi bu yerda islom bu yerdagi ma'nosi men aytganim taklifim shu bu to'rda ya'ni mahum dunyo ifodalanishi. Mahum dunyo islom. Chunki bu fursat ular kelib boqmagan. Uyg'urlar masalan 3 yilning oldida Kiko degandagi ikki pingvin rasm mashinasida so'zlashib qiladi xabaringlar bor. Bundaq aloq bo'lib boqma. Keyin Facebook chiqdi, YouTube'lar chiqqandan keyin hammani Xitoy chekladi. 2009-yil Urumchi vaqasini chekladi. Cheklab qaytadan nurg'un yoshlarimizni turmaga qolmadi. Bu vaqtda men o'sha bir yozilgan axir bir narsa bor, kamerish e'lon qilingan. Nadirga chaqiriq, Uyg'ur torbatlaridagi Uyg'ur internet to'riga o'zgarish nazarda. Buningda 5-yil vaqasini olib kelgan ham siz o'tgan. Demek bir sualında nayet negizlik bir mesele. Demek Uygurlar hem yolda itilgen. İtilgenden keyinki bu Uygurlar İslam Uygurlar ümitsizlengen desek mi bulunmadık etki vakitte başka yollardan. Çünkü ifade edemgen özünün arzu armalarını. Fakat bizim Allah bize destekçi. Bunun mehum dünyada tor yaki ismi alakada Uygur yaşlarındaki özündeki narazılığını. Çünkü Xitay'ın yaş görmeydi. İfadelenişi desek buludu. Bu tordaki İslamlışı bu herkes Uygurlarındaki halk sübtide, millet sübtide İslamlışı demedi. Buna da karsak doğru olmaydı. Rahmet. Rahmet. Sizge rahmet.